Ilm-fan insoniyat taraqqiyotining har bir bosqichida muhim rol o'ynab kelgan. U bizni qadimgi sivilizatsiyalardan boshlab hozirgi zamonaviy dunyoga olib kelgan va doimiy rivojlanishni ta'minlagan. Qadimgi sivilizatsiyalarda astronomiya, matematika va tibbiyot kabi dastlabki kashfiyotlar insoniyatning dunyoni chuqurroq tushunishiga va ilmiy asoslarni shakllantirishiga mustahkam asos soldi. Uyg'onish davri yangi g'oyalar va ilmiy inqiloblarni olib keldi. Masalan, kosmos haqidagi yangi tushunchalar, bu esa dunyoqarashimizni tubdan o'zgartirdi va yangi davrni boshladi. Sanoat inqilobi texnologik yutuqlarni sezilarli darajada tezlashtirdi. Bu esa ishlab chiqarish va transportda misli ko'rilmagan katta o'zgarishlarga va rivojlanishlarga olib keldi. Asrning o'rtalaridan boshlab zamonaviy texnologiyalar, jumladan kompyuterlar va internetning keng tarqalishi hayotimizni butunlay o'zgartirdi va aloqa bilan axborot almashinuvini inqilobiy qildi. Bugungi kunda sun'iy intellekt va ilg'or hisoblash texnologiyalari ilm-fanning yangi chegaralarini ochmoqda va murakkab masalalarni hal etish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Bu texnologiyalar tibbiyotdan tortib kosmik tadqiqotlargacha bo'lgan keng sohalarda inqilobiy o'zgarishlar va yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Masalan, aniq jarrohlik va uzoq sayyoralarni o'rganish. Ilm-fan bizga murakkab muammolarni samarali hal qilish va kelajakni o'z qo'limizda shakllantirish uchun katta kuch va vositalar beradi. Uning evolyutsiyasi insoniyatning doimiy izlanishini, bilimlarga bo'lgan cheksiz chanqoqligini va taraqqiyotga bo'lgan intilishini yorqin aks ettiradi. Keling, ilm-fan orqali kelajakni birgalikda o'zgartirishga intilaylik, yangi kashfiyotlar sari dadil qadam tashlaylik va insoniyatni yangi choqqalarga olib chiqaylik.